Xitoy davlat raisi Xi Jinping davlatini bo'lish ko'yida bo'lganlarni hukm talqon qiladiganligini aytib tahdid soldi. Hong Kongda davomlashayotgan namoyishlar va Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari sababli g'arb davlatlarining tahdidlariga uchrayotgan Xitoy davlatini parchalash urinishlarining natija bermaydiganligini aytdi. Nepalda rasmiy ziyoratda bo'layotgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping Nepal bosh ministri Shama Oli bilan ko'rishganda Xitoyning har qanday bir yerini parchalamoqchi bo'lganlarning badallarini hukm talqon qiladiganligini, shundaqla Xitoyni bo'lmoqchi bo'lgan chet el kuchlarining xiyollarining Xitoy xalqi tomonidan bechit qilinganligini aytdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hukumatı Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'urlarni o'ltirib, bizning zaminimizni ishg'ol qilib, rayondagi boyliqlarni eksploatatsiya qilgandan keyin qaysi yuzi bilan Sharqi Turkiston, Tibet va boshqa joylarni Xitoy zaminining bir qismi deydi. Biz o'z haq-huquqlarimizni olmoqcha, o'z zaminimizni qaytarib olmoqcha hech bir vaqt to'xtab qolmaymiz. Her birimiz bir tamchi qinimiz qog'ich kurash qilamiz. Xitoy raisi Xi Jinping shuni bilib qolsinki, Xitoyning Sharqi Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi hokimiyati mangulik emas dedi. Hong Kong alayda ma'mur rayonida hafta oxirida o'tkazilgan namoyishlarda maska qonuniga xiloflik qilish va radikallik qilish bilan ayblangan 201 kishining qo'lga ilinganligi bildirildi. Hong Kong saqchi doiralari e'lon qilgan bayonotda hech bir zo'ravonlikning yaxshilik ib kelmaydiganligi qayta ta'kidlandi va saqchilar namoyishchilarning qonun va nizomini butunlay ko'zga ilmasdan ib bo'lgan zo'ravonlik va buzg'unchilik harakatlarini qattiq bir shaklda ayblaydi deyildi. Xitoy doiralari taxminan 5 million Uyg'ur, Qozoq va boshqa millatlarni terrorlik, bo'lgunchilik va diniy asabiylik qalpig'i bilan yig'ilish lagerlariga qamash bilan birga lager sirtidagi xalqni Xitoyga yo'tkash davomlashmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda bu yil sentabr oyigacha Sharq Turkistonning Qashqar, Xotan, Oqsu va Otish viloyatlaridan jami 245 ming kishi yo'tkab ishga o'rinlashtirish nomida Xitoyga azon emgak kuch qilib ayvatilgan. Yaqında Amerika hukumati lager ichki-sirtidagi Uyg'urlarning majburiy emgak solgan 8 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizgan edi. Germaniya Suriyada Daeshga a'zo bo'lgan Germaniya fuqarolarining davlatiga qaytishni xohlamaydi. Germaniya Ichki ishlar ministrligining bayonotchisi Stewalter Daeshga a'zo bo'lgan Germaniya fuqarolarining qaytirib kelinishi haqida umumyuzlik qaytirib kelish bo'lmaydi, lekin har bir ahvolga ayrim-ayrim qarab chiqiladi deyildi. Suriyadagi Germaniya fuqarosi Daeshlik terrorchilarni qaytirib kelish haqida alohida kuch chiqamaydiganligini ta'kidlagan Alter, bu kishilar Germaniya chegarasiga elib kelinganda boshqa bir bexatarlik mexanizmini yo'lga qo'yamiz dedi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiyaning tinchlik bulg'i harakati haqida e'lon qilgan eng yangi bayonotida rayondagi jiddiylikni texmi oshirish xavfi bor ekanligini aytdi. NATO bosh kotibi yaqinda Turkiyada ziyoratda bo'lib, tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu va rais Erdo'g'an bilan ko'rishgan edi. U Turkiyadagi vaqtida muhim so'zlarni qilgan. Stoltenberg bayonotida Turkiyaning harakatining jiddiychilikni oshirish xavfi bor, Turkiyaning Suriyada tamkinlik bilan harakat qilishini umid qilaman dedi va Suriyaning shimolidagi harakat sababli yuz berishi mumkin bo'lgan insoniy kriz haqidagi andishlarini Istanbul ziyoratini tilga olganligini aytdi.